Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Jahon siyosiy mafkuraviy ta'limotlar tarixi fanining navbatdagi mavzusi 17-18 asrlarda Germaniya va Italiyada ma'rifatparvarlik ideologiyasi hisoblanadi. Rejalariga to'xtaladigan bo'lsak, rejalari birinchisi bu Germaniyada ma'rifatparvarlik mafkurasi, ikkinchi rejamiz Italiyada ma'rifatparvarlik mafkurasining shakllanishi, uchinchisi Germaniya va Italiya ma'rifatparvarlik ideologiyasining umumiy Yevropa ahamiyati. 17-asr o'rtalariga kelib Germaniya boshqa Yevropa mamlakatlari, xususan Gollandiya, Angliya va Fransiyaga nisbatan taraqqiyotda ancha ortda qolgan davlat edi. Bunga asosiy sabablardan biri bu hududda bo'lib o'tgan 30 yillik urush hisoblanadi. Ya'ni bu urush 1618-1648 yillarda bo'lib o'tgan. Konservativ krepostnoylik tizimi sekin-asta kapitalistik munosabatlar kurtak otishi bilan o'zgarar, mavjud tuzumga qarshi shakllanayotgan yangi ijtimoiy kuchlarning manfaatlarini ifoda etuvchi mafkura paydo bo'la boshladi. Bu esa yangi davrning eng muhim belgilaridan biri edi. 17-asr oxiriga kelib Germaniyada ma'rifatparvarlik g'oyalari paydo bo'la boshladi. Nemis ma'rifatparvarlik harakatining o'ziga xos tomoni shunda ediki, 30 yillik urushlardan so'ng yuzlab knyazliklarga bo'linib, nemis jamiyati hali to'liq sinfiy shakllanishni boshdan kechirmagan bir sharoitda bu harakat yuzaga kela boshladi. 30 yillik urush 1616-1648 yillar davrida bo'lib o'tgan. Bu harakatning davlat va huquq sohasidagi o'rta mo'tadil yo'nalishini Putindorov va Tomazi va Wolf kabi mutafakkirlar tashkil qilgan bo'lsa, chap qanot, ya'ni radikal yo'nalish esa Knudsen, Lau, Lessing kabi ilg'or fikrli ma'rifatparvarlar qarashlari bilan ifodalangan edi. Germaniyada siyosiy qarashlarning dunyoviy talqini birinchi bor Samuel Putindorov, ya'ni 1632-1694 yillarda yashagan Putindorov g'oyalarida ifodasini topgan. Jean Bodin, Hugo Grotsi va Thomas Hobbeslarning tabiiy huquq haqidagi qarashlarini birlashtirishga harakat qilgan Putindorovning fikricha, har bir inson istisnosiz o'z yaqinlari bilan birga yashashga intiladi. Chunki inson yakka holda mavjud bo'la olmaydi degan fikrni ilgari suradi. U shunday degan edi: inson tabiatan shunday yaratilganki, biz bu jamiyatdan tashqarida yashay olmaymiz degan fikrlarni ilgari surgan. Putindorov ta'limotining asosiy g'oyasi tabiiy ijtimoiy shartnomaga asoslangan edi. Unga ko'ra barchaga qarshi kurash degan holat tabiiy jamiyatda mavjud emas. Bu jamiyatda insonlarning ehtiyojlari qondiriladi. Tabiiy tenglik va erkinlik buzilmaydi. Hech qanday majburlovchi kuch insonlar ustidan hukmronlik qilmasligi kerak degan fikrni ilgari suradi. Wolfning davlat haqidagi qarashlari Putindorov va Tomazilarning fikrlariga o'xshash edi. Unga ko'ra davlat oilalar o'rtasidagi kelishuv natijasida vujudga kelgan. Davlatning vazifasi, ya'ni Wolfning davlat haqidagi ta'limoti davlatning vazifalariga nimalar kiradi degan savolga, ayniqsa burjerlarning, ya'ni o'rta sinf vakillarining umumiy farovonlikka erishishiga yordam berishdir. Wolfning qarashlarida o'sha davrda hali kuchsiz bo'lmagan nemis burjuvaziyasining monarxlarga itoatkor munosabati sezilib turar edi. U jamiyat va shaxs hayotida qat'iy huquqiy tartib o'rnatilishini yoqlagan. Wolfning fikricha, donishmand va ma'rifatli monarx hokimligi ostida, ya'ni uning nazorati va rahbarligi bilan fuqarolar o'z iste'dodlarini erkin namoyon qila oladilar va shu yo'l bilan baxtga erishadilar degan fikrni ilgari suradi. Siyosat va huquqni diniy asoslardan dunyoviy asoslarga o'tkazishga uringanlardan biri
xristian Tomazi hisoblanadi. U 1655-1728-yillarda yashagan. U dindor inson bo'lsa-da, dunyoni Xudo boshqaradi deb bilgan. Tomazining fikricha, knyazlar yer yuzidagi xudolardir deb aytib o'tadi. Biroq u cherkovning insonlarning ma'naviy erkinligiga aralashishiga qarshi chiqqan. Unga ko'ra har bir inson erkin fikrlash huquqiga ega va bu fikr uchun ta'qib qilmasligi kerak. Tomazi o'z qarashlari jihatidan Samuel Putendorovning izdoshi sanaladi. Shuningdek, u xalq adolatsiz hukmdorga qarshi chiqish huquqiga ega deb hisoblagan. Nemis ma'rifatparvarlaridan yana biri Christian Wolff hisoblanadi. 1669-1754-yillarda yashagan, o'z siyosiy qarashlarini Pufendorf va Tomazilarning g'oyalaridan ilhomlanib shakllantirgan. Uning ta'limotida komil inson, axloq va baxtli hayot masalalari muhim o'rin tutadi. Wolfning asosiy g'oyalari shundan ediki, inson hayotining maqsadi baxtga erishishdir deb aytib o'tadi. Ma'rifatparvarlik mafkurasining mazmuni ikki jihatdan tavsiflanadi. Birinchisi, u ijtimoiy va axloqiy ideal sifatida namoyon bo'ladi. Ikkinchisi esa shu idealni hayotga tatbiq etish rejasini o'z ichiga oladi. Ma'rifatparvarlar Germaniya va Italiya zaminida aql podshohligini o'rnatishga intiladilar. Ularning fikricha, bu podshohlikda barcha insonlar komillikka erishadi, har bir shaxs erkin bo'ladi va adolatli jamiyat manfaatlari bilan uyg'unlikda yashaydi. Insonparvarlik esa ijtimoiy hayotning eng oliy me'yoriy darajasiga ko'tariladi. Turli davlatlarning milliy, ijtimoiy va tarixiy xususiyatlari sababli ushbu ideal va maqsadlar turli shakl va talqinlarda namoyon bo'lgan. Shu bilan birga boshqa mafkuraviy omillar ham bu jarayonda o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bunday ikki jihat Italiya va Germaniya ma'rifatparvarligida ham mavjud edi. Bundan tashqari bu jihatlar Angliya, Fransiya, Rossiya, Polsha va Shimoliy Amerika ma'rifatparvarligida ham muhim o'rin egallaydi. 17-asr, 18-asr ma'rifatparvarligi va u yaratgan g'oyaviy axloqiy muhit davlat va huquq fanlarining mazmuni, uslubi, yo'nalishi, sezilari ta'sir ko'rsatgan. E'tiboringiz uchun rahmat.